Ha, boz ekan a? Birinchi tut o'xshaydi. Birinchi tut 130 mingga olib turib ekan. Yaqinlab qolibdi-a, boz. Mana to'yindab qolibdi. Mana. Buyursin aka. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, mal charba ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Bugun 22 fevral 2026 yil Chuy oblasti Soquluq mal bozoridan sizlarga onda uylarni tartib ko'rgazib beraylik. Aka qanday? Qancha ekan ushul g'o'k? Qaysi? Mana uy. 230. Boz bu. Boz. Qanchanchini to'ytaymi shu? 3-chi qursaqda. Qimildagan tartib qo'ysan. Ko'rinadi. Videodan qimildayotadi deydi mana. 3-chisi ichindami? Ha, 3-chi. Mana ki gelin. Qancha litr beradi buni? 25 litr bergan. 25 litr süt bergan ekan. Qanchaga cheyin savdo bo'ldi aka? Bo'ldi? Mana ki. Ya. Savdo. Hozirlab aylading ha? Nomer aytib qo'ysang bo'ladi. 772 0772 43 1785. Archaqdan tarsan. Ha, 1785. Mana arkasından görünsüzler. Genendiga. Semichka aldılar, semichka. Ha, semichka qancha ekan? 20. 20 so'm. Молодец. İştiqlar ekan. Bunday bu to'qol muzollar var o'xshaydi. Qandaysiz? Aka, ishlaringiz yaxshi? Yaxshi. Muzollar uylar qanchadan? Bu birinchi tut. Birinchi tut to'qol. Mana. Muzosi erkek mana ki. 10 litr sütü var. 10 litr sütü var deydi. Ha. Bahasıçı? 180 ming so'm so'rayotadi. Mana. Budjetli bora. Ya. 4 o'yindan teng chiqadi bayki? 4 o'yindan teng chiqadi ekan. Buniki ham erkek buni. Bunun da erkek muzosi. Muzolar meni mana do'stlar. Hozir ortdan ko'rsatayin ham. Da aylanib sizlarga ыңгайлуу bo'lsin. Bu qanchanchi muzosi? İkincisi. Mana uyduq, Mana ikkinchi muzosi. Mana jelini. Qancha litr beradi ham buldunuz? Ulan 10 litr. Bulda 10 litr qaşqa, jurek qaşqa. Bazı 170 mi kemi var? Kemi bo'ladi. 170 ming so'm kemi bo'ladi. Nomer 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Çalıqlar ekipajmi? Ekipaj. Dastavka qilib berasiz? Jet oblastka dastavkalar var ekan. Muzolari erkega? Eko'ng teng erkek ekan muzolari mana. Mana uşul yerda dag'i bir uylar bor ekan, yaxshi uylar. Yeysi kim bo'ldi ekan? Bu uy kimniki ekan? Aka, siznikimi? Qayaqtiki ekan? Narjaqda жүрөт ekan, meylim, jo'q ekan. Narjaqda жүрөt deydi. Mana soda bo'ladi mana shu. Mana. Ondan tartib qo'ying. Boz ekan, Qancha bo'ladi? Alyapsizmi? Ha, 165. Yaxshi ekan, biroq, Mana ekan. Boz ekan. Buyursin, alsangiz bayka. Mana. Navesni astini ko'rsataylikmi? Uylar o'sha yerda ekan. Agarda kim alam desa, ko'ringizlar. Bu boz bu? Ha, torpog'i menami? Ha, bu seniki. Shundan boshlaymizmi? Hozir bu yoqqa kelamiz. Bu qanday hozir kuchda? Samba. Allatov. Mana. 3,5 ay boz. 3,5 ay boz. Искусственный ne bo'lgan? Qanchanchisi to'y? 20 litr sütü var, garanti. 20 litr sütü var ekan mana. Mana. 4 o'yindan teng chiqadi? Mana. Aralıqlarda alız ekan. Qanchanchisi to'y? Hem tusağı. Ha. 3-chisini to'y. 3-chisini to'y. Bahasichi? 200 ming. 200 ming so'm. Kemi bor. Andan keyin bu? Boy 1.40 kaçtı. Boy 1.40 biik ekan. Andan keyin qaysi? Andan keyin bunu. Buna ha? So'yuq ekan. Buz olsun ya. Buz olsun bilen? Ha, bahasichi? 260 ming. 260 ming so'm. 4-cü olası. 4-cü muzosu. Erkek urg'achi u? 130 litr sütü var. 18 Urg'achi bo'lar. litr sütü var. Urg'achi muzosi bilen. Andan keyin qaysi? 6 ay boz 9 litr sütü var. Ha, 9 litr sütü var. 6 ay boz. Bunun bahasini aytib qo'y. 260 ming. 260 ming aytildi. Ha, buniki-chi? Nuku 190 ming. 185 ming. 85 mingga. Dastavka uyushtirib berasizmi? Uyushtirib berasiz. Andan keyin qaysi dag'i? Andan keyin bul. Bul bor ekan. Buru. Buru şuyt. 7,5 ay boz 15 litr sütü var. 15 litr sütü var. 7,5 ay boz qanchanchisi to'ydi ham shular? Bu tusa hem 3-cüsü. 3-chisini to'ydi ekan, ha? Mana ko'ringizlar, mana. Uylar. Nomerini olib beramiz hozir. Andan keyin bul. 10 günün içinde toy Buyurun. 28 litr sütü var. 28 litr Ko'sa sütü var ekan. Ha, 4 o'yindan chiqadi? 4 litr. Mana. Qarangizlar. Bunun qancha? 280 ming. 280. Andan keyin bul. Ha. Bul dele.
8 ay boz. 8 ay boz. Kosajal 25-26 litre. 25-26 litr süt berген. Qanchanchisini to'yten bular? Yaxshi lavlarmi? 4. Bulda 4. Bulda 4. Bulchu. Birinchi tuş qulajin ekan, son ekan, Amerikan. Boyu 1.40. Boyu 1.40. Bo'g'izlig'ichi? Bozduğu 8 aydan ötüp ötadi. 8 aydan o'tib o'tadi. Bahsichi? Bası 230 bin. 230 ming so'm. Mana. Buniki-chi? Buniki 250 bin. 250. Andan keyin qaysi? Bo'ldi-mi? Nomerini aytib qo'y. 990. 0990 Daha 990. 990 110. 117 ekan mana. Chalib ko'ringizlar, baylanishib, dastavka uyushtirib berasizmi buyursa? Jeta oblastga. 7 oblastga cheyin dastavka uyushtirib beradi ekan. Mana Amerikan deydi. Uylar shu yoqqa cheyin bo'lib ketdi, do'stlar mana. Bu qarmab turganda bu yerlar bo'sh bo'lchi-da. Mana uy. 5-tut ekan. O'ta cho'ng ekan. Assalomu alaykum. Qancha bahasi? Qandaysiz? Qancha ekan uyning bahasi? 450 so'rab. 450. Oho, mana qancha? Chorniy piyostur. Bu ekranga batmaydi-ku. Bundayroq tartayinchi. Bo'yli ekan-a? Boyu 150'den yuqori. 150 dan uyda ekan. Qancha litr süt beradi? O'shani ayting. 33-34 litr süt beradi. 4 o'ndan teng chiqadi? 4 o'ndan teng chiqadi. Onlayn sotasizmi? Boz. Ayt, boz qancha ay boz? 7 ay boz ekan. Nomer aytib qo'ymaysizmi? Ana yoqqa baylayman. Nomer aytasizmi? Telefon nomeri, mana baylab qo'yamiz. 225 0225 menen ekan. 18 08 11 11. 11 deydi mana uy. Qanchanchisi to'ydi? 5-chisini to'ydi ekan. Chalib ko'ringizlar. Tug'anlar reklama uchun nomerlari 0707 388 350. Mal bozorda el o'ta ko'p mana. Uyni so'rab qo'yilaymi? Uy qancha ekan, inim? 200 ming deydi. Birinchi ishlaydi ekan, Ya. Oha, birinchi ishlaydi ekan. Gaz ko'rindi. 200 ming deydi. Qarangizlar, Chalosda yurgan mekendeshlar, bir ko'ringizlar Qirg'izistonda. Soquluq, elning ko'pligini qarangizlar. Uy qancha ekan uy? Uyda 180 zlotan. 180. Sağımı? Sağ süt 15-16 litre. 15-16 litr süt beradi. Uzosi yo'q, Uzosi yo'q. Qanchanchisi tuğdu emi? 4 tutuldu. 4 tuğup tur bunaki. Online satasizmi? Oho, bu punacın semiz ekan-da. To'polon salat. Qancha bunimiz? Qancha nomer aytasizmi? Online bu yoqdan satasizmi? Qancha bosh bor deganimda? 1 bosh bor ekan. Ha, ma'qul, sodangizni bersin anda. 1 bosh satilib ketsadan chalganda banda bo'lib qoladi. Satilib ketdi deb ko'rsatib qo'yildi. Qancha ekan uy, bolam? Qara uyning bahosini aytib qo'ychi. 250 deydi. Mana. Bo'smi buning? Ya. Bo'z ekan. Onlayn sotasizmi? Telefon сөйлешеді. Ya. Telefon nomeri aytayım. 077 030 030 539. 539. Qanchanchisi to'ydi? Ya. Üçüncüsünü. Üçüncüsünü to'ydi ekan bunday. Soquluqda o'ta ko'p el, mal. Mana. Biz ko'rsatib beryapmiz chekadan. Mana savdo bo'lgan joylarda bo'lyapti. Shitir aqsalar satayotganlar bo'lyapti. Mana yoqda uylarni ko'raylik. Bu qanday chalishdi? Ha, chorniy piyostur. Местный deydi. Sambi? Ha, muzosi menen. Buchoq deydi. Bugün 4 gün oldu. Muzosunda, Az muzosunda ko'rsatasiz. Qanchanchisi tuğdu? 3-sini tuğdu. 3-chisini tuğdu. Qancha litr beryapti? Abi sütü 25 ge çıktı bize. 25 ge? 4 günde. 4 o'ndan teng chiqadi? 4 önünden çıktı. Sağ kesip koyayım bak. Ko'rsatib qo'y, o. Mana. Bu yemi de. Yine Süt bag'itindami? süt bağıtında. O. Mana. Yoğur. Görüyorsun. O. Mana. Pazarda alız ekan, bo'ldi. Chiq. 4 o'ndan teng chiqadi ekan. Bunu жақсы baksa 30'a şey çıkar sütü. Hazır Sütü. 4 günde 25 ge çıktı. 25 ga chiqibdi 4 kunda. Yaxshi baqsa beradi. Muzos erkak basi Bası 310. 310. Kemi var. Жақсы süt verim. Qanada ekinchi? İkincisi Bulbu? bul. Alatov paradası. Ha, Allah tov ekan. Üçüncü balası. Üçüncü muzosi menen, Muz olsun. Teyze
Mına muzolor dostlar az görsetip berem. Bu kaçı? Qancha litr bunun sütü? Bu azı sütü 22'ye çıktı. 22 litr. Bu dele 4 gün oldu tuğanlar. Sutkasına, he? Sutkasına. Biroq oşuncha berebi? Beret. Beret, he? Buradan gelip Sağıp görüp alsa bolat. Bunun Bunun bahasıçı? bahsi Hakan Çetin'de 245. 245 ming dey. Soru atam öz bozar. 260 Hakanjat 245 ming dey. Nomerçi telefon. Non da tatmaz. Ha, buldağı var ekan. Bulda sağmı? Bu da sağın. Buna jelinin naq ürkteri söz ekan. 20 gün oldu kaldı. Arkasından. He. 20 gün boldu tuğanna, he? Bunu torpağı. Qara. Şivit. Ha, mana muzosu menen, ne? Muzosu yaxshi ekan. Qanchанчы muzosu? 3. balası bunlar. 3-cü muzosu ekan mana bu. Hazır sütü danı moment 17. 17 litr süt berет ekan. 4 öneten chiqadi. 4 önemli çıkar. Mana muzosu buchok deydi. Mana erkek Şivits ekan mana. Ko'rinib tur. Bahasichi? 240 kemi var. 240 ming kemi var. Qana nomerni aytыңыз. 508 0508 72 72 66 66 66. 66 mına 3 baş boldu. Muzolaryny gösterip koyayım mana. Muzosu jakın. Mına 4 gün boldu dedi. Mınaki da biroz. Какой? Ha, mınaki. Boz ekan mına. Qancha tuydu? Она вот Какой через açım? четвертым ходит. 4-cü içinde ekan, he. Молоко 25 третьим давала. Сейчас еще будем добавить. 25 bergen И ekan, azda неделя qo'shiladi осталась, мне ekan. 1 марта срок. Ha, 1 marta tuydu ekan da mına. Görüңүздөр mına. Cena какая? Mında tartayınçı. 280 прошу. 280 ming so'rab atat. Сзади покажите жирная. Hazır. Артынан да көрсет deydi. Бул эжекебиз Карабалтадан чыгат. Мынакей артынан көрсетип коелу мынакей. Келиндер. А цена какая? 280. 280. Новониколаевке живу. Николаевка. Карабалта экен. Контактный номер. 0555 0555 75 75 79 79 20. 20 экен. Чалып көрүңүздөр мына. Ушундай болгон ой. Ha, bedeleden salып коюп тур го. Mo, Kunacın kimdiki eкен? Ya Tuğan. Kunacın kimdiki? Şu Kunacın da жақсы eкен. Biroq esi görünbeydi ha. 190'ga alıptır he, buyurusunu. Boz eken, 190'ga aldım dep ketip baratat. Mana. Mo Kunacı'nda esi var mı eken? Жақсы Kunacın eken de biroq. Esi yok eken be. Esi жоқ eкен. Жана mo uydun esi kim ele? Muzolu. Tartip koy dediler. Sizdiki mi? He, üçüncüsünü tuğuptur. Erkek muzosu mene. Qancha litr berip atat bayke? 5 gün boluptu. 23? 23 litr sütü var eken mınakey. Aralıklarını görüңүздөр. Jelindin. 4 öten рабочий. Basıçı? 400 ming so'm. Bu qanday paroda? O'sha norvejskiy ekan, norvejskiy. Nomer aytasizmi? 0501 12 22 07. Shu nomerga qayrilib ko'ringizlar. Mana baykem so'rab atat bozorda. Ma'qul. Mana biz tartib ko'rsatdik, tug'anlar. Bunun esi yo'q.